Assalomu alaykum. Yozning ilk kunlarida sizlar uchun Yoshlar telekanalidan qaynoq yangilik Youth Fest. Youth Fest 10-iyun kuni Yunusobod sport majmuasida bo'lib o'tadi. Yangi ijodkorlar, yangi yuzlar, yangi yulduzlar degan o'zi g'oya bilan qilyapmiz. O'zimizni yangi artistlar va chetdan ko'pincha bizni afishalarda uchratmaydigan artistlarni olib kelishga harakat qilganmiz. Shunaqa yangi musiqa festivali, saylgohi ham bo'ladi, juda ham zo'r bo'ladi. Xullas, shu narsani boshladik. Bu mintaqa tarixida ilk bor o'zining ko'lami va darajasi bilan mutlaqo ajralib turuvchi yirik musiqiy tadbirdir. Yozning yorqin va jo'shqin pallasini ochib beruvchi mazkur festival o'zida zamonaviy musiqa, yangi avlodning jo'shqin energiyasini hamda haqiqiy yoz motivlarini uyg'unlashtirgan madaniy hodisadir. Bu festival yakkaxon konsert qilishdan 2-2,5 barobar qiyinroq. 2,5 barobarcha qiyinroq. Lekin mana qiziqqanlar bor. Mana shu biz o'zimiz qiziqyapmiz shu narsani qilishga. Faqatgina shu kommersiya qilib pulni bosish emas, endi ko'proq bo'lsin sahna, ko'proq ijod bo'lsin, ko'proq qiziq narsa bo'lsin degan ma'noda qilyapmiz. Hamkorlarimiz, mana sizlar kelasizlar poddershka qilib. Ichkarida 4000 kishilik joy, tashqarida saylgohimiz bo'ladi. Saylgoh bepul kirish, biletsiz saylgohga. Saylgohga kirish bepul. Saylgohimizda ko'ngilochar narsalar bo'ladi, yeb-ichar, networking hangama shunga o'xshagan narsalar bo'ladi saylgohimizda. U tekin bo'ladi. Unda nafaqat yurtimizdagi yangi ijodkorlar, balki qo'shni qardosh xalqlarimizdan ham yulduzli mehmonlar taklif etilgan. Festivalda Qozog'istondan bizda Yenlik degan artist bor. Yenlik oxirgi 2 yilda juda ham kuchli o'zgarish qilgan ijodkor, ayrim yo'nalishda ijod qiladigan. Mировой Colors Show'da ham chiqdi, dunyoda taniqli Colors Show'da chiqdi. Bunga hali hech kim bizdan, Qozog'istondan ham chiqmagan edi. Hatto Rossiya, misol uchun Markaziy Osiyodan hech kim chiqmagan. Juda kuchli ijodkor, uni biz taklif qildik. Bundan tashqari Qirg'izistondan Jax degan ijodkor bor. Men o'zimga yoqadigan ijodkor va juda ham melodiy. O'zimga yoqqani bilan hech kim tanimaydi emas. Qirg'izistonda yetarlicha taniqli, yetarlicha kuchli ijodkor. Uni taklif qildik. Nimadan kelib chiqdik? Kategoriyaga bo'ldik biz. Qandaydir kategoriyalarga. Musiqa baribir har xil bo'lishi kerak. Bu bitta rap, bu bitta konkretni bitta yo'nalish emas. Har xil musiqa qilishga harakat qildik. To'g'ri, bu sal qiyin, chunki bu meloman bo'lishini talab qiladi odamni. Hamma ham meloman emas, ko'pchilik odamni ijodkor o'ziga muxlislik qilishni yaxshi ko'radi, lekin bizning holatimizda bu har xil musiqani yig'dik. O'zimiznikilardan kimlar keladi? O'zimizdan mana Konsta, to'liq. Konsta boshligida Bofa menimcha, Qars, Ruxsorim, Ilola G'ayratova, G'ayratovna, Rishad, o'zimizda yangi yuzli ishtirokchisi Boni 11 qolib ketdi. 11 bor yana ikkinchi. Iloji boricha shu yoshroq, aynan ijod uchun ijod qiladigan, ko'pincha mana shu Sharif aka aytgandek boyagi muammolardan duch kelishi mumkin bo'lgan odamlarni tanlab olganmiz biz ham. Qaranglar, Youth Festda men boshlovchilik qilyapman. Men faqat boshlovchilik qilyapman. Shuning uchun qaysidir qismi sizlarga yoqmasa, bunga meni вообще aloqam yo'q. Qaysidir qismi sizlarga yoqsa, bilinglar, o'sha payt men sahnada bo'lganman. Youth Fest bu menga tushuntirib berishlari bo'yicha juda ham zo'r g'oya va umid qilamanki, hammasi o'ylangan darajada bo'ladi. Agar o'ylanganidan yarmi o'xshagan darajada ham bu juda ham zo'r festival bo'lishi aniq. Shuning uchun kelinglar, biza sahna bilan doim qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lganmiz. Sahnaga ishtiyoqmand qalblarni Youth Fest bilan esa shu tomonlama bir-birimizga juda ham o'xshashlik tomonimiz bor ekan. Shuning uchun men aytdim, Sharifjon, go, ketdik. Sharifjon ham xursand bo'ldi. Chunki buncha skidka kutmagan. Hamma xursand bo'lishi aniq edi, kelinglar. Festival yoz faslining eng esda qolarli yorqin musiqiy oqshomiga aylanishi kutilmoqda. Qaynoq yangiliklardan boxabar bo'lish uchun yoshlardan uzoqlashmang. Sizlar bilan esa 10-iyun kuni Youth Festda. Ko'rganda ko'rishguncha.